senin gülün sevgilin. Çoğal o'g'lingizga qarang, kelinga gul beryapsiz, menga bitta xashak ham bermagansiz. Ya, sen mol misan, senga xashak beraman. Boring. Bo'ldi, kampir. Arkanamda Ya, o'yla ovozing o'chsin uning. Bugun sening nima edi sevgiling, meni karachiman ol. Çoğal, men sizga molman, gulni otasi romantika qilib bering. Nima edi u romantika? Hamma yoshlar qilyapti-ku, ana bunday avlayamyo. Menda faqat bunday bo'ladi, unaqa bo'lmaydi menda. Mana. To'g'ri, o'g'lingiz bilan keliniz TikTok'ga kontent olyapti, biz ham kontent olaylik. Duo olaylik, 2 yil umring qoldimi yo'qmi? Padaringlar. Qani o'g'ling? Ajabsin. Uying bor, o'zir ovqat qilyapsizlarmi? Kelin, ana lampochka chaqingizni berib turing. Nima qilasizlar decham? Molxona sveti o'chib qopti, padaringlar. Man afshudan Çoğal, hatta bir yüzümden öping. Qanday o'pay? Og'zimda nosim bor, qanday o'pay? Kontentingga tushayotganimga jonda. Yetdim nosimni mana. Kraliçem ishkalatiye dubayskiy ishkalat keldi. Yangi eri keldi, yangi eri. Ayang ko'rmasin, ayang. Çoğal, Ana ko'rdi. Ha. menga dubayskiy shikoyat bermaysizmi? Yaxshi. Ya dada, o'g'limni ko'pmi puli? U menimcha xotin quli. Bo'y. Kim nima qilsa shuni qilar? Bo'kib yega xo'pmi? Çoğal, menga dubayskiy shikoyat kelmadingizmi? Bu iranskiy shokolatingdan ham zo'r, tushundingmi? Bu sifatni Dubai Bafles degan bafilari. Sifat hozir trendga chiqdi. Hamma bloger reklama qilyapti. Bo'ldi, mana shuni yeginda maza qilgan, meni qaytib bezovta qilib urib o'ldirib qo'yaman. Çoğal, o'sha peri bor. Yana nima bo'ldi? Ana uları Spanli bilan vannaga atir ko'rsayapti. Nimadir qilishmoqchi. Lekin buni qila olmaymiz, kampir. Nimaga? Menga qara. Men ham atirgul chepa olaman, lekin boshqasini qila olmayman. 84 ga kirdim. Buyog'i endi bunday bo'lib turgandan keyin buyog'ini buni shuni qanday qilamiz? Ay! لا 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 همیشه لا لا